Ochqani? Och? Qo'lingga sena Rashid gadayda o'rgan bo'lsam odam tushirishdi. Momangizga Farruh Och. haromi? Kamera och qani yeyapsanmi? Nimani yeyapman? Yo, rashka teppan qani yeyaptimi? Qani mana 1000 ta odam. U yeyapti. Qani ko'ramiz hozir. Men sherik emasman, Farruh, men o'tiraman, просто tomosha qilib qani nima bo'lar ekan, yevorarmikansan. Men yonta qilyapsan, jim tur Islom aka. Menga qara-da, Jalal. Men u seni $500 Rashidni $500 qarab qolganim yo'q, Jalal. Mo qara-da, Farruh, ko'ryapsan? Mana yarib qolib chiqqan. Bir belingni uzib yuboraman. Tushunding? Voy Farruh. Pulingni belingni uzib yuboraman. Men Rashidni $500 qarab qolganim yo'q, haromi? Ya yordam bering, bitta Cobalt olay, ya. Haromi. Dollarni ko'rsang, sen pulni ko'r. Harom. Jalal, pulni ko'rsang yomon o'zgarasan-a, Jalal. Farruh. Voy pidara. Eng zo'risiz aka. Yo'q. Eng zo'risiz dunyodagi. Ha? Ha, dunyodagi mushuk odam. Haromi. Aka, Ferizabazovdan $1000 tashlasam, Ferizabazovdan Rashiddan ham voz kechaverasan, haromi. Ferizabazovdan do'st to'g'ajon. Yordam qiling bir pochkasi. Keyin gaplashamiz. Sana Rolton diye. Qani ko'raychi yeyishingni. Men bigolarni sotib olaman, Jalal. Men просто gadayman xolos. Men Rashiddan o'tgan gadayman, Jalal. Qalbaki pul seni dadangda bo'ladi, o'y, jinni. Qaychi. Seni dadangda bo'ladi qalbaki pul. Qalbaki mu hali? Mama endi qalbona yiban kallalar yozyapti. Endi mayli xo'p deb boraver endi nima deysan bular? Nima deysan? Hammasi harom pullar deydi. Soxtami? Uvazuhiga bosh. Qodir, meni pullarim soxtami uka? Bir narsa degan. Nima deyapti ular? Islom akada soxta pullar bo'lmaydi. Ha, aytmay Marjona. Bular ko'ti jirillaydi-da. Ko'ti